Saxrin diabeti borlar endi xavotir olmasa ham bo'ladi, birodarlar. Saxir giyohi tayyor bo'libdi, mana pishibdi, gullab. Birodarlar, o'sha mashhur sachiratgan, ya'ni sikori. Juda ko'p insonlar biladi buni. O'sha maydalab soyaga quritib, bir osh qoshiqini 500 gram qaynagan suvga yarim soat damlang, tayyor bo'lsa kun davomida iching. Xudo xolasa, uy sharoitida saxringizni me'yorlashtiradi. Qondagi qand miqdorini pasaytirib, saxri zo'r tushiradi. Xullas, saxrni ko'zini yoladigan xususiyatga ega o'sha mashhur sachiratqi, birodarlar. Juda ko'p insonlar biladi, buni eskidan ishlatib keladi. Odamlar biladi, birodarlar. Ota-bobolarimiz mana shu giyohni ichib, saxri to'g'rilab, qonni suyultirib, davleni me'yorlashtirib yurgan, birodarlar. Bu giyohning foydali xususiyatlari tabobat olamida juda katta. Buni mana bu ildizini, birodarlar, qaynatib ichsangiz agar jigardagi tiqilmalar, jiravotga va tozaligi yaxshi. Jigar faoliyatini yaxshilab, jigarni yosh bolalikdek qilib beradigan xususiyatga ega. Birodarlar, buni o't qopida demlanishi bor. Qabziyatdan aziyat chekayotgan insonlar, ichi qotadigan insonlarga buni ham mana shu barglari bilan gullarini damlab ichsa, xudo xolasi o't qop faoliyatini yaxshilab beradi. Saxringizni tushiradi, qon suyultiradi, davleni me'yorlashtiradi. Saxir borlarga bemalol jo'natmang, xudo xolasa, saxri zo'r tushirib beradigan o'sha mashhur sachiratqi giyohi, birodarlar, tayyor bo'libdi. Juda ko'p insonlar buni biladi, birodarlar.